Dehqonov Karimjonman. Asli kasbim ustachilik qilaman. Noyabr oylarida shu fermerdan bo'shagan yerlarni olib, issiqxona tashkil qilib, rizqqa sepamiz. 3 yildan beri shu bilan shug'ullanamiz. Birinchi yili 200 metrlik tikladik, 10 sotuq. 22 million rasxod qildik, 35 millionlik rizqqa sotildi. Endi birinchi yilga rasxod ko'proq bo'ladi. Keyingi yilda misol armatur, yana ichida bitta ikkita ishlaydigan nimalari bor, ularni o'linmaydi. Rasxod ozroq bo'ladi. Bu yildan da xohlasa ko'proq qildik. 20 sotuq issiqxona qildik. Endi qish bekorchilikda. Qishda shu oila a'zolar bilan şeyde bandmiz. Daromadi da xohlasa 70 million daromad o'lishi rejalashtirib turibmiz bu yilga. Hammaga shu maslahatni beraman. Uyda o'tirgandan shu issiqxona qilib, shu bilan band bo'lib, o'ziga ham, oilasiga ham daromad